Shu videoni ko'rmasdan oldin bizga obuna bo'lib qo'ying, chunki bunaqa foydali ma'lumotlarni faqatgina NBN beradi. Avtokreditga mashinasini olib, to'lalmasdan pulimni chiqaraman deb detallarni almashtirib, mashinasini bankka topshirib yuboraman deb o'ylagan xaridorlar aslo bo'lishni qilmanglar. Biz avtokreditga mashina olishingizga mutlaqo aslida qarshimiz. Avtokreditga ham, nasiyaga ham iloji boricha olmang. Kuchingiz yetganini oling. Nimaga bu ishni qilmaslik kerak? Sababi siz detallarni almashtirib, mashinani bankka olib borib berdingiz yoki topshirdingiz, lekin siz o'ylagan natija bo'lmaydi. Sababi u kim ochdi savdosiga qo'yiladi va avtomashinangizni holatidan kelib chiqib sotiladi. Masalan, siz 150 millionga olgan mashinangiz urilganligi uchun, detallari almashganligi sababli 80 millionga sotilsa, siz yana 80 million qarz bo'lib qolasiz va sizni mashinadan tashqari sizni familiyangizga MIB 80 million qarzdorlik qo'yish ehtimoli bor. Shuning uchun bu ishni qilmasliklaringni maslahat beraman. Ushbu videoni avtokreditga mashina olgan do'stingizga jo'natib qo'ying.